Rahmat. Lekin ovqat sovuq. O'zi har doim sovuq bo'lgan. Sen bu yerdan emasmisan? Shu yerlik edim. Ancha yillar avval. Dadamni aytishicha men ko'proq mashq qilishim kerak ekan. Yo'q, U oxirgi puliga menga oyoq kiyim sotib olib berdi. Hammasi joyidami? Nega so'rayapsan? Yuzingga qaraganda kattaroq narsani yo'qotganga o'xshaysan. U shunchalik kattamidi? Ha, oxirgi ulkan najot edi. Bu seni aybingni deb bo'ldimi? Hozir men ham bu savolni o'zimga beryapman. Sendan bir narsa so'rasam maylimi? Albatta. Kim bo'lmoqchisan? Mashhur futbolist bo'lmoqchiman. Nega? Oyim xizmatkor bo'lib ishlaydi. Dadam bo'lsa kechalari bilan ishlaydi. Oilamga, ularni bariga yordam beraman. Senchi, sen kim bo'lmoqchi eding? To'g'risini aytsam, Sen bunga erishdingmi? Cristiano, o'g'lim. Hoy, sen menga aytmading. Sen bunga erishdingmi? Maqsadingga yetdingmi?